Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xalqarada Uyg'urlarni majburiy emgakka silish bilan ayblanib kelgan Xitoy hukumatı majburiy emgakni Sharq Turkistondagi universitet va o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilariga kengaytirishni qaror qilgan. Xitoy doiralari bu yil mart oyida Sharq Turkistonning har qaysi shahar viloyatlaridagi universitet va o'rta boshlang'ich maktablarga o'qitish tushirib, o'quvchilarni atalmish emgak bilan tarbiyalashni kuchaytirishni talab qilgan. Tangirtaq to'rining 3-may oshkorlashicha Xitoy doiralari atalmish avtonom rayonning yangi davrdagi oliy va o'rta boshlang'ich maktablarda emgak tarbiyasini umumyuzlik kuchaytirishni amaliylashtirish to'g'risidagi fikr-nomli hujjatini e'lon qilgan. Tangirtaq to'rining xabarida aytilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonining emgak tarbiyasini umumyuzlik kuchaytirish to'g'risidagi fikrda oila, maktab va jamiyatning har qaysi taraflarini birlashtirib, xos emgak ma'rifi barpo qilish ustida izlanish, zamonaviy ma'rifning talabiga uyg'un emgak ma'rif sistemasi qurib chiqish talab qilingan. Xitoyning xalqarada Uyg'urlarni majburiy emgakka silish bilan ayblanayotgan bir paytda, ya'ni Sharq Turkistondagi maktab o'quvchilariga atalmish emgak tarbiyasi olib berishni qaror qilishining sababi ma'lum emas. Bu ba'zi kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitoy doiralari o'quvchilarni emgak tarbiyasi nomida paxta uzishga salamdi degan gumon paydo qilgan. Chunki Xitoyning atalmish Xinjiang paxtasi majburiy emgak chetishlik bo'lganligi uchun xalqaro dongli shirkatlarning jazosiga uchrab, Sharq Turkistondagi Xitoy to'qimachilik korxonalarini qiyin ahvolga tushirib qo'ygan edi. Xitoy hukumatı Uyg'urlarning keng ko'lamdagi majburiy emgakka silinayotganligiga oid ishonchlik va yetarli paketlarga qaramay, majburiy emgakning mavjudligini davomli inkor qilmoqda. Atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat 30 aprel Xitoy tashqi ishlar ministrligida yana axborot yig'ini o'tkazib, Uyg'urlarni majburiy emgakka silayotganligini rad qilgan. Xitoy hukumatı majburiy emgakning mavjudligini inkor qilsa, biroq u xalqaro emgak nazorat qilish tashkilotlarining tekshirish olib berishini rad qilib keldi. 30 apreldagi axborot yig'ini Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni boykot qilgan shirkatlar texmi ko'payayotgan mazgilda o'tkazilgan. Yaponiya taratqullarining bildirishicha, navbatda texmi ko'p Yaponiya shirkati Uyg'ur majburiy emgak sababli Xitoy shirkatlarini boykot qilishni planlamoqda va amaliylashtirmoqda. Xitoy bilan yomonlashib qolishdan ehtiyot qilib kelayotgan Avstraliya yaqinda zamonaviy qulluqqa qarshi qonun tuzish uchun dastlabki qadamni bosgan bo'lib, Avstraliya parlamentining bu qonun loyihasiga qarab chiqishi kun tartibga kirgizilgan. Xitoy bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi ziddiyat kunsiri keskinlashayotgan paytda Yevropa ittifoqi aktiv harakat qo'llanib, muhim sohalarda Xitoyga tayinishni azaytish strategiyasini qo'llanmoqda. Reuters agentligining xabarida Yevropa ittifoqining bu hafta e'lon qilingan sanoat harakat planida xom ashyo, to'r materiallari, yerim o'tkazgich, batareya, hidrogen energiyasi va bulut hisoblash texnikalari qatorliq oldingi qatordagi 6 strategik sohada Xitoy va boshqa chet el ta'minlovchilarga tayinishni azaytishni maqsad qilgan. Xitoy virus yuqumining tarqalishi Yevropa ta'minlash zanjirining ojizligini texmi oshkorlagan. 19 betlik loyihada Yevropadagi 137 strategik sezgur mahsulotning yarmi Xitoyning ta'minotiga bog'liq ekanligini, bu 6 sohani cho'nqur tekshirib, munosib tadbir qo'llanganligini, buning ichida o'xshamagan savdo sheriklariga tayinish bilan ta'minlash va ehtiyojning ko'p xillashini ishga oshirish, ammo zarur tepilganda zapas va avtonomiylik harakatlarini olib berganligini ta'kidlagan. Xitoyning xalqaro jamiyatga tajovuzchilik kuchining ishiga ergishib, Yevropa ittifoqining Xitoyga tutgan pozitsiyasi texmi keskinlashgan. Bu Yevropa ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatini qaytadan o'ylanishiga turtki bo'lgan. O'tgan yil dekabr oyidan boshlab Yevropa birlashmasi bilan Xitoyning munosabati yiriklashgan. Ayni vaqtda xalqaro jamiyatning Xitoyning Sharq Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq tafsirchiligiga bo'lgan diqqati davomli kuchaygan. Yevropa ittifoqining Xitoy amaldorlariga qarshi harakat e'lon qilishi Xitoyning Yevropa diplomatlari, Yevropa parlamenti va aqlli ambar xodimlariga qarata 3 yillik jazosiga uchragan. Yevropa komiteti bilan Xitoy o'rtasida hosil bo'lgan Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimi qatmal holatga tushgan. Yevropa parlamenti a'zolari yaqinda oshkor holda o'zlarining dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bilan bo'lgan savdo munosabatini kishilik huquq badiliga o'ylashmaydiganligini o'ttirib qo'ygan. Shundaqla mazkur kelishimning kuchga ega bo'lishi uchun cho'qim Yevropa parlamentining tasdiqidan o'tish kerak deyilgan. Birinchi may dam olish mazgilida yangidan e'lon qilingan bir dokladda Xitoy Kompartiyasining bir balvoq bir yo'l chet el turlarida ishlagan nurg'un Xitoy ishlamchilarining har xil sabablar bilan o'layotganligi, boshqaruvchisining kari yo'qligi, shu yer elchixonasining ko'rmaslikka selish oshkorlangan. Bir qism chet ellik ishchilar va emgak tadqiqotchilari bir balvoq bir yo'l to'xtamini imzolash shayton bilan kelishim tuzganga o'xshash. Yuqori sijillikdagi jafoli xizmat tuzumi bilan Xitoy Kompartiyasining zamonaviy qo'liga aylanganligini bildirgan. Bir balvoq bir yo'l tashabbusi Xitoy Kompartiyasi tomonidan 2013 yil o'tirib qo'yilgan bo'lib, bir balvoq bir yo'l liniyasidagi port, temir yo'l, tosh yo'l va sanoat bog'chisi to'g'ri orqali Xitoy Kompartiyasini Afrika, Osiyo va Yevropa bilan tutashtirishni asosiy maqsad qilgan. Hozir qadar Xitoy Kompartiyasi 171 davlat va xalqaro tashkilot bilan 205 hamkorlik kelishimi imzolagan bo'lib, nurg'un davlatlar Xitoy Kompartiyasining bu plani sababidan qarz krizisining xavfiga duch kelib, Osiyo, Afrika va Yevropaning har qaysi joylarini qopladi.
2021 yılning 1-faslida Xitoy Kompartiyasining bir balvoq bir yo'l liniyasidagi davlatlarga bevos solgan mablag'i o'xshash mazgildagidan 5,2%, yangidan imzolangan qurilish to'xtamlarining qiymati 19,4% oshgan. Xitoy Yevropa tez poyezdining soni va yuk tashish miqdori o'xshash mazgildagidan ayrim holda 75% va 84% oshgan. Dokladda 2020 yil avgust oyidan bu yil aprel oyigacha Nyu-Yorkdagi kishilik huquq tashkiloti, Xitoy emgak kuzatish tashkiloti, Osiyodagi 8 davlat, O'rta Sharq va Afrika davlatlaridan bir balvoq bir yo'l qurilish turida ishlagan yoki ishlayotgan 100 ga yaqin Xitoy ishchilari, muxbirlar va fidoyilar bilan aloqalashib, Xitoy Kompartiyasining har xil huquqiy daxli ta'ruz qilish qilmishlarini bayqagan va tadqiqot dokladini e'lon qilgan. Buning ichida pasportni tutib qilish, harakat erkinligiga chek qo'yish, ismini qo'shib ishlash, dam olish kuni yo'q, ish haqini nesiya qoldirish, qonunsiz viz bilan ishlashga majburlash, aldamchilik bilan qabul qilish va yolg'on va'dalarni berish, yerlik jamiyatdan ayirish, qo'rqitish va tahdid solish. Agar ishchilar xizmatidan ayrilmoqchi bo'lsa, majburiy yuqori to'lam to'lash qatorliqlar yozilgan. Tadqiqot dokladida yana Xitoy virus tarqalgandan keyin yerlik shirkatlarning aeroplan uchish siyosati va yadro kislotasi siniqidan foydalanib, ishchilarning yurtlari qaytib ketishini cheklaganligi, ularni davolash yordamidan mahrum qilganligini, bu mezgilda nurg'un Xitoy ishchilarining chet elda o'lganligini, hech kimning kori bo'lmaganligini, bir balvoq bir yo'l qurilishining yana majburiy emgakdan boshqa odam atkazchilikka chetildiganligini oshkorlagan. Burun bitib qilish, burundan suv eqish, ko'z qichishish, yo'tilish, nafas qisilish, uxlayolmaslik qatorliq alomatlar sizda ko'rilsa, balkim reaksiya xarakterlik burun yallig'i bilan ziqqa kasaldan iborat nafas yo'li kasaliga giribtor bo'lishingiz mumkin. Reaksiya xarakterlik burun yallig'i ziqqa kasali doim ko'riladigan, ko'p qo'zg'aladigan kasallik. Yaqinqi mezgilda fasl almashqashqa havo ko'p o'zgardi. Uning ustiga qurg'oq havoda asal reaksiya xarakterlik burun yallig'i va ziqqani keltirib chiqaradi. Reaksiya xarakterlik burun yallig'i bilan ziqqa kasali amaliyotda o'xshash bir xil nafas yo'li kasalligining o'xshash bo'lmagan ikki xil ifodalanish shakli bo'lib, burun yutquncha qismida ifodalansa, reaksiya xarakterlik burun yallig'i kana ichida ifodalansa ziqqa kasali bo'ladi. Ikkisining yuqori tovan nafas yo'li yallig'i xarakterlik reaksiyasi o'xshashlikka ega ham o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Doim birga ko'riladi. Reaksiya xarakterlik burun yallig'i ziqqa kasali bo'lgan bo'lmaganligiga hukm qilishda doktorxonaga berib kasbiy tekshirtib kasalga qarab dori olish kerak. Burun bitib qilish, burundan suv eqish, ko'z qichishish, tush ko'rish qatorliq tipik reaksiya xarakterlik burun yallig'i kasalligi alomatlari hamda yo'tal, dam siqilish, mayda bearam bo'lish qatorliq ziqqa kasallik alomatlari ko'rilganda o'pka miqdorini tekshirtish kerak. Shuning bilan birga qonning odatdagi kislotalik dancha hujayralarining sonini tahlil qilish kerak. Kislotalik dancha hujayralarining soni ko'paysa, og'riqning reaksiya xarakterlik burun yallig'i yoki ziqqa kasalining qo'zg'aldiganligini va yoki qo'zg'alish mazgilida turayotganligini tushuntiradi. Diqqat qilishga tegishli shuki, ko'p qism ahvolda ziqqa kasallik giribtor bo'lish bo'lmaslik irsiyat bilan munosabatlik. Jamiyat kasallik tarixi bor kishilar mudofaa qilishga diqqat qilmasa, nihoyat osonli reaksiya manbasiga yo'liqib ziqqa kasali bo'lib qoladi. Bir umr qutulg'ili bo'lmaydi. Zukam reaksiya xarakterlik burun yallig'i va ziqqa kasalini paydo qilgan sabablarning biri. Issiq saqlashga diqqat qilish. Zukamning oldini olish intayin muhim. Reaksiya xarakterlik burun yallig'i va ziqqa kasalining oldini olishda mudofaani yaxshi qilish kerak. Sirtqa chiqib maska taqganda har xil kasallik bakteriyalari va reaksiya manbalarini suzib qolgan bo'ladi. Sharoit yor bersa, uyga yoki ish bajarish so'rinlariga havo saplashtirg'ich o'rnatib, chang tuzang va tumanni suzsa bo'ladi. Qarallik vaksina emtish kerak. Masalan, tarqalishchan zukam vaksinasi, o'pka yallig'i vaksinasi, yana immunitet kuchini oshirish, chiniqish mashg'uloti qonuniyatli bo'lishi kerak. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.